YouTube'larda trolling qilishyapti. YouTube bizi profillarimizda, endi Instagramda biroz ziyoli odamlar o'tiradi shekilli. Facebookda ancha saviyasi baland odamlar bahs munozaralar qilib o'tiradi. Izohlarda 80-90% odam bizga gapimizni to'g'ri tushunadi. Shaxsiy manfaat emas ekanligini tushunadi. Lekin bizga qarshi yozayotganlarni 98% troll bo'ladi. Troll profil. Masalan, Abraha degan bitta valati zinoni 50 ga yaqin profili bor. U nom qo'yib olaveradi. Xohlagan nomni qo'yib oladida, o'sha nom bilan ana deydi. O'zi bir post qo'ysa, tagiga o'zini maqtab yozadi 50 ta profili bilan. Ko'rasizki, bu deysiz Abraha to'g'ri aytyapti shekilli deysiz. Tasavvur, ya'ni to'g'ri shakllanmasa. Bizni profillarimizni tagiga negativ yozadi. Bitta o'zi profil. Bunaqadan 10 ta bo'lsa 500 ta profil bo'ladi. Va shuni o'lchov qilib optani gemoroy. Gemoroyni tapichkadan tapichkaga sakrashini qarang bu gemoroylarda. Abror boraman, o'zim nuqta qo'yaman dedi. Kel desam, ijtimoiy tarmoqda urushaman. Urusholmaysan desam, unda o'zing kel. Men seni oldiga nimaga boraman? Sen kimsan? Desam, bokschisanmi deyapti. Senlar jinnimisanlar? Senlar bilan bokschi bo'ladimi? Senlar bilan qo'l teksa odam qo'lini yuzi toza bo'lmaydigan odam bo'lib qoladi. Senlar bilan so'rashi bo'lmaydi-ki. Tepiladi senlar. Desak, ana boksdan ham qochdi deb. Baxt tushunchasi to'g'risida do'stlar, baxtga tegishli mavzularda o'sha ziyolilik muhim. Kitob o'qiganlik bilan kitob o'qimaganning farqi bor. Mana shu joyda ko'rinadi.